Cazda bugungi yani navbatdagi tadbirkorlarga uchrashuvimiz bugun 2025-yil 6-oktyabr navbatdagi tadbirkorlarga uchrashuvimiz bugun avtokreditlarimiz yangidan foizlanib joriy qilindi. Endi avtokreditlarimiz birlamchi avtokreditlarimiz bor. Birlamchi birasi zavod avtokreditlar 25% bo'lyapti. Elektr avtomobillar foiz stavkasi. Elektr avtomobillar 25%, endi 40% boshlanishlar shakllantiriladi. 5 yıl belirledi. Birlamchi avtokreditimiz 5 yıl belirledi. Dastlabki 40% qo'yiladi. 26%dan evvel 28% ekan. Evvelgi foiz 28% pasaygan. Keyin o'zini band qilgan jismoniy shaxslarga komfort avtokreditimiz 5 yil belirledi. Evvelgi foiz 28%, bu 26% tushirdi. Endi 40% vaqtida shakllantirib qo'yasizlar. Bu shunday yangi ushmanlar iborat. Savollaringizni bersangiz javob beraman.